Mana. Vay. Xotinim ma? Ha? Tığı qataçı yanla tügümedi ma? Bopta oynavırınlar ya? Canım xotinim, tünügün bek jiqchib oldingiz. Beshingiz bek og'riyotamda. Bopta bundas bugun qizil ishchisiz. Ha? Men uyda ancha o'ylarni ishini qilib. Ko'ptingizni dazmol savatdim ha. Mayli o'zim ishni savu, ha? Yopkingizga dazmol sap qattirib atdim. At kiyib ko'chaga chiqib, boshqalarning ko'zini o'tib ketmaydigan bo'lsa, atgan tamog'imni yemay qo'ying. Ha? Maqul, qo'sh. Lay. Uy, japir mo'yim gaptimizga unutib qaptimi kallamniz. Voy! Mo'yim gaptimni unutib qaptimi? Ha? Ko'zim yumib deymi? Jumayman. Voy! Tak. Kim o? Tak. Kim o? Men. Voy, men de baqirishini adam o'tkazib qo'ygandek ajab zerikmish divandan adam. Xalqmisan? Voy, qadra qavolatasiz. O'jon, men saqallaringni ammabsa deb sanjitdayman. Kira. Voy jon. Osmondan tushdimi, yerdan chiqdingmi? Men nima ish qotsa? Oyog'imni solay. Ay, menga biraqti javob gilangi desab qo'ysang, nima umrimda desab qay gilanni. Ayja, qara o'zim buvoyli bo'lsang, buvoy. O'tira adash qarab, ham ketdimay. Amin. Nindira? Allahu ekber. Ama. Yaxshi. Men bu qo'rqib ketganimda ko'p kunduz ishga taqab o'tiribsiz, adash. Xotinim bog'i uyning ichidan taqib ol degan. Hozir dukshaklarim yo'q degil bo'lmaychi vaziyatni, adash. Bal o'rgandik ya. Qaysi shamal usurib keldi adashini bu yerga? Sen bilan ko'rishmaglar juda qopdi. To'g'ri. Men oldingi kuni mana shu yerga azroq shundan kelgan. Oqshom ishimni tugatib, bugun sen bilan ko'rishib ketay deb, atiyani uyingizda bektas topchimman. Bekas qilsa, adash, bekas qilsa. Ras adash. Xotin. Yerlik shu 30dan. Ya'ni biz zag'irni tövbashini sep qo'yibdi-ku. Jutni ko'rgan ko'zni ko'ribmi? Vayjon, nima avr bo'lib yurgansa, bu to'ptuzning arang qutilgan. Jon, azag'irlaring adam zazisini qanchib. Bo'pti, bir necha kun turib qolsang, o'zing yeb ketasiz. Jutni o'tiza chiqmaydi qiladi adash. Digina adash. Nim tamoq qilay? Oyoling yo'qmi? Oyolim bir chivat tushga ketgan. Digina nim qilay adash? Tomoqni kim yetidamsa? Men aytmamdim. Sen? Tövbe digina. Bu ekstrem tomoq yetishib bilamiz taqsan? Bana hayron qolgan. Adash, tirishsang bag'o, hamma ishni qila olaysan. Men uchun shu tirishib, oxirma tomoq shunda ustab ketdim. Ayolim maqtaydigan, qo'lingiz bak tatliq deydi qaradi. Digina adash, lag'ma yemsa, narimni ugrishamsa chichirmay o'zim qilaman bo'ldi. Bo'ldi, rahmat, avrama qo'sqim to'q meniki. Voy, tatilmig'ina aram bir kelgan chaqda hamda biz sababi. Nim qilib qulamni tomoq yepaqa, ayolim kelsa baribir itima qara. Ayolim bag'im meni tomog'im bak tunab ketdi. Taladni tuzuk tomoq yeb ketmaydi. O'tirib 10 minutlik bizda. Hey, maqala. Maqala. Men sen bilan ko'rishib ketay deb keldim, adash, qo'sqim to'q. Avramanga kelib bizdan o'tirib paranglashlar. Botla. Yamamı cahil mijazın tır o'zgarmabdi. Birdan choy ichib paranglashlar. Jot, mali ko'yli obdan tug'an adash. Emiz chizlar salom aytdi adash. Bu jutmali ilim esingda borkina sening. Taq bizina jut unutib qolib o'xshaydi debdi. Voyjon. Jutni unutam da adash. Emiz nima pat bormaysa, sen jut qilmamli 7-8 yil bo'lib qoldi juma azar. 9 yil bo'lib turasiz. Sevindim juma jutni, sevindim. Şu baramı demadaş hizmet, o iş, bu iş, öy işi deymiz. Toy kıldım rast.
to'y qilib bir yil o'tmayli bola tug'dim. Ha? Voy, mendan juda. Bola tug'dingmi? Bola topdingmi? Voy, topgan bilan tuqqanning nima farqi? Xotin tuqqan bilan shu bolaga tomoq yegizish, bolaning zakilini yuvib, shu tartibni tozalash, bola emitish ishlar hammasi mening zimmamga yuklandi da. Degina. Akşi balını qanday emitsan? Ay, ayolim emitman degan men unutmadim. Neymiş qa? Ayolni bakchiq emib kelsa, balla ayol kerib ketdi men sana deb qo'yay. Shunbaga o'zim qolishdim. Mot tazamdan. Yo'q, domalaq cho'ng oldida. Bola baqmaq o'ngay emas ekan. Shunga bu ishga baramidim jutchi. Qancha balang va? Ey, bir balam bor qancha sulta? Oram bir mi? Jiq tug'ib do'lab qo'yib yanting uni. Bir so'z bular bu. Bola baqmaq oson emas, ayolim yana birini tug'ay degan men unutmadim. Salomatligingiz muhim deb. Ayolim tug'sa, yana men beqib men imitaman chadash. Mana. Bir so'z bularda birning bag'i 10 balaning o'rnida tarbiyalasang, bo'ldi shu ishlar. Nimanda? Ama şu adaş. Amma lekin va sen bu burungi zamongidek 10ni 15ni topmay, men deyman. Yana bir şey topmamsiz deyman. Hamrohlik cho'ng'ulida, bola degan cho'ng'oz asqatib deyman. Endi hargiz tug'maymiz biz aqlnish kelib. Men sana qo'y, xotinim kelgan chog'dan balaniki bilan qo'liqini qisitib qo'ymay yana hamda. Sening qancha balang bor asadash? 3 balam bor. Mana men dedim-ku 3 bal tuqqasqa sizlar baq bir qoriyib, purilishib, qara bo'vaydab sayab. Nima? Ha? Ezang bilsa adaş. Biz dehqon xalq sahrad etizning ishini qilamiz. Endi mushna bo'lib ketganmiz-ku yez deganda, sen qo'p qirib madakdek bizmetdan qolg'ina mana oqqirib, paqirib ketganingni ko'rasizmi ama. Sabab qildim adash. Sabab qilsang sabab suv to'xtaydi, qamsa. Bu qanday sabab? Men depireyman. Aha. Sen uyini varsan adaş, sana faydası var. Men bağwa, 100 mayını başı sökeyme. Atxunun ilk bilen şerikini taz melhem kılıp çapımam. Da çapır. Tarqamakni yapıplaq çaplayman juttu bağwa, taz çaplasam. Shunga tikilib qarmayman. Kulganda menda kulmayman. Bağwa yig'laganda menga tazliqqa chaplab yig'layman. Necha? Yoshga ochiq zahar u degan. Kechni uxlaganda beshimdan ikki tarafga diyak qo'lab uxlayman. Diyak qo'yapman da. Amada sabab qilsanligi bizda tursa adash. Rasul anlasam bir kichik bir pis ish bor. Shu ish bor yuzni bor, yalab bosib bor. Adamni ko'nglashtirib, diqqat qilishma adash. Ay ishsa yo'qman xotiningni yalab qo'yamiz yana. Yalab qo'yish yaxshi emasmi adash? Ey, ana shunda qimmat pul qilib yalnız meni yalabdi uyda. Shunday yalish yaxshi emasmi? Ayolimning bog'i yaqinda mishalik sal qo'rqishga boshladi. Baqatarlik adash bu. Baqatarlik qerkash bo'lmaydi. Voy. Men ayolimning kiyimlariga dazmasab qo'ygan ayvitejada purilishib ketmisin. Qapamig'ina bir nam turib parang sayli. Demak, o'g'lim adash, mishna ishchi bu. Ey. Ha. Ma xotining va yuzini kiyimigim dazmal salammanda. Salanmaydi o tuzuk. Sa sening yuzingga o'xshash ip-yin kiyimda dazmasab purlash ketadi. Zoim teva. Va nimanda g'alati jiqsin bo'lib qolibsan avasa. Nima bo'ldi? İşini uyning ishini qilsam bo'ptimda. Ya uyning ishini qilsangmi, har ish o'z yo'lidamida, akishning ishini qilib yordam qilmamiz xotinga deyman. Xotin ishni ish talash nima qilish deyman. Shuningcha qanday qilish kerak ekan? Qanday qilish kerak? Man qala adash. Bunda o'ylab baqa, akishi xotin kishidek bo'lib olsa, bu xotin kishi akishidek bo'lib olsa, o'ng ish tartib olsa, ha? Bu can qalayım qalışıp ketmem da. Can qalayım qalışıp ketmem, edem veyran bulmam bu canda. Senin qanday qilish kerak? Akishidek yaşaymaz adaş. Xotin kishidek yaşaydı. Shu qanday qilsa akishdek, xotin kishidek yaşagan bo'ldi deb baqa. Adaş, maqala. Bunda seni tapqan dadamdek, meni tapqan dadamdek yaşasak bunda akishidek yaşagan bo'lamiz bunda. Mağa adaş nima deydigan debdim men. Sening dadanglar mening dadam degan, aşı sipi o'zida qarqo'saq dukchaklar qo'yib dukchak. Va nima deganing bu? Nima deganim bo'ladi? Dadam degan itiz eriq ishlardan boshqa hech qanday ishda onamga qarashmaydi, yordam qilmaydi, tutqamsa.
Dadang bek noç edemdi cuma senin. Ay bana adaş. Yoğun bir adam durup itizlikler, çimlerim, maynet, patkak, topukal, kakıl, çiliş oynayıp gelmişler kılıp. Dadang mahallimizning faxriydi. Ha bak ne, fakri, küçüğümüz bu adamlar halkının yerlerini terip, hamallarını tepip жүрген. Tova, dadam diyor, acayip akmak sarantı değil mi? Kalk pul versin, ammaydı değil mi dadam? Beklet cuma bey, beklet. Anam biçarı nayık vatkan, tamak eti vatkan, kırıcı vatkan, dadam şey yepişini başka hiçbir bilmeydi değil mi? Apam azırakla şu yapyan durup koysun, dadamı kiçicip anamla bir söyleyip bek urte. Makala. Unchilik ishtigan ve arayil otursa bir yerim qitim bo'p qoladi deymi var. Ay bana adaş. Adamga yüzüne işekten tersine kılıp sen anamga yiyip çak vatkan. O anam diye yüzü kılınma akşam kiçiciye tayakını unut kılıp elsi dadangla bek obdam adam dedem kalaşta yüzünüzü geldi. Hayatının keşkisi dadangla obdan adam, çoğun olsanla dadangdaki adam bulanla de baktaydı. Hem de dadımızdaki bolsak, anımızdaki bolsak biz hem de terakki kılmılam da. Ben sana da bir ay. Biz bakım, ata anılarımızda bizni tip koygalık üçüyle hürmet kısak banmaydı o adaş. Biz ularda ügensek 21. əsrge maslaşanmayız, rekabet dünyasına tenkilenmeyimiz. Biz konu idimizi ıslahat kılıp, yeni özgürüşümüz gerek, yenilik yarışımız gerek. Müştak kalda terakki kılalayımız, adaş uxtunma, kallımızda oңşımızsak, terakki kıldamsak banmaydı o dostum. Bu nemi davatsa bu tushunmaydi qolib bizga qildan bo'lib ketibsa? Sen ne bilirsen kitap görmüşsen ben sana tapayım. Ben sana tapayım. Biz aldı bile ıslahatını özümüzden, üyümüzden başlayışımız gerek. Uxtunma? Bu sen degan islohot bu jimi degan qanday gap bu? Biz aldı bile ayollarımızı hürmetlişimiz gerek. Uxtunma? Mush gapmi ta? Bizim hurmatlaymiz o ayollarimizni. Bu ayollarni hurmatlash millatimizning esil an'anasi bu. Qo'ya onda konu an'anangni. Men sana tapayım. Biz baqqa qara, başta ayollarımızı ailede işe yardımcı kılışımız gerek. Ayollarımızı azat kılışımız gerek. Ulan neme kılmansa şunu kılalış gerek. Adlisi işki kolunu soğuk tıkışını azat kılışımız gerek. Uqdingmi? Sen bu işlerini qilib bo'lsa, biz en mühimi ayollarımızı balı imitishdan azat kılışımız gerek. bu ishni qilib bo'lsang bu. Biz ayollarımızda ne gwading, nerede tuding deb ko'zi kirib olmay, ularni bizga o'sha inson ishkanligini itiraf qilishimiz kerak. Mushtaq qilgan chaqda biz ayollarimizni, onlarimizni, yurtimizni, vatanimizni taraqqiy qildira olamiz. 21. asrga mos kelalaymiz, raqobat dunyosida tanglishalaymiz. Adash, qandaq meniki bayonimda falsafa bordi. Acabim zerikti mi saralıqning. Müşlar tulgashga bo'lib qolgan kuning mana shu mana. Qalchib, terib, buvayda purilish ketsa zodi. Bak ichi mag'ribatda juma. Kimga? Xotinimga. Xotinimga? Bichar xotining ag tegdim deb xotlab saptamasma. Sevimligim, keldiniz mi? Meşhur qolmagan söz. Suyuq salam birim qilaymi? Egilan somkingiz. Vay üttep para. Bu yüksek tamam sevimligim. Elibika atçın deb qalsa, köygülüğünüzni köstürtmey yanam. Hey, erkek olsan bırak ettim mening bir köygülüğümni köstüp baksan olmamdı. Elibika atçın deb qalsa, köygülüğünüzni köstürtme. Qanda köstüse. Qanda köstüse bir köst bakına qanda köstüse. Elibika keştiyatqan oran sapmaymi toza. Aka. Bayqı gaplarınız mening ko'nglimdagi gap bo'ldi. Ben aldığınızda hicil. Çünkü ben o'ltirishda haraq ichib keldim. Ben neymiş ki shunday qilma. Çünkü mening erim o'ltirishlarda men uchun ayolim ichiversin deb men haraq ichishni o'rgatdi. O'ltirishga borma desam, bu kiyimingiz mato'ka. Boshqani kiying deb yo'lga soldi. Qishingiz tomka. Teri bitayil deb qishimni tagizib etdi.
O'ltirishlarda og'aylarga ayolim bilan tans o'ynab qo'yg'in deb tansi g'o'rlashtirdi. Dastlabda men yo'ldishimning bu ko'yinishlardan bakmi suyundim. Do'stlarim menga havas qilishdi. Keyin bora-bora bizning oiladagi o'rnimiz o'zgarib qoldi. Biroq men buni bakmi kechikib his qildim. Men hozir surlik, qaysar, ayolini boshqurdigan, hem yig'iltib, hem kuldiraladigan, qahrimba, zahrimba, haqiqiy bir erkak bilan to'y qilolmaganimdan o'zimni to'linib his qildim. Chunki mening erim mana shundoq lavzalashib ketdi, chakillashib ketdi. Bayni xotin kishiga o'xshab qoldi. Bu oilada men qilg'idek hech qanday ish qolmadi. İşinin hemmini o tatib oldi. Erimning holi bu desa, men qanday qilaman? Aka, o'ltiring. Uyimizga mehmon bo'lib kelibsiz. Men issiqqin tomoq qilay, o'ltiring. Rahmat aka. Oldi shimbota. Men xo'sh, men qayta. Aka, unda qilmang. O'ltiring. Meningdek tomoq etishni unutib qolaydigan ayolga bir qitim bo'lsin tomoq etish fursati yaratib bering. Mening bugun yo'lda shunda aralashtirmay turib, o'z qo'lim bilan tomoq etkim bor. Chunki men tomoq etishni sevgandim. Haqiqiy ayolligimni sevgandim. Rahmat aka. Mush gipingiz uchun bo'lsin siz aytgan tomoqni cho'qim yeyman. Rahmat.